Instagramda trend bo'lib ketgan shu yaproqdan nari manam tayyorlab ko'rdim va bundan juda ham afsuslandim. Oldinroq tayyorlab ko'rmaganim uchun afsuslanganim yo'q, aksincha rostdan ham tayyorlaganim uchun afsuslandim. Sababini esa videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Qiymaga ziravorlar va piyozni qo'shamiz va yaxshilab urib pishitamiz. Uchdan bir qismini pergamentga qo'yamiz, ustini ikkinchi pergament bilan yopamiz va videoda ko'rsatilganidek qilib juva yordamida birinchi yoyib, keyin xuddi shunaqa qilib o'rab chiqamiz. Diskga teramiz va yoniga bolgarskiy pomidor va garmdori qo'yib turib, 40 minutga 180 gradusga duxovkaga qo'yib yuboramiz. Bunga men alohida sos tayyorlab oldim. Uning uchun pomidor, ukrop, chesnok, danarimizni yonidagi hamma sabzavotlarni solib, ozgina suv quydim va chopper yordamida yaxshilab maydalab sos holatiga keltirib oldim. Lavash xamiriga salat bargi, danar go'shtidan, salonka va sousimizni solib o'rab oldim. Endi nimaga afsuslanganim aytadigan bo'lsam, turmush o'rtog'imga 2 oydan beri aylantirishga olib boring deb rosa yalinardim. Shu bugun aylantirishga olib chiqaman deb rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Bu lavash ko'rganlaridan keyin fikrlaridan qaytdilar. Nargiz, kelib shu bugun ham shu lavashni qilasanmi deb o'zimni urishib listimni tozalashga tushdim. Shunaqa listlarni yuvishni rosa yomon ko'raman, lekin hozir buni oson usuli bor. Babi yordamida bunaqa listlarni osongina tozalasa bo'ladi. Atigi 5 daqiqada listingiz faqat tozagina bo'lib qolmasdan, yeppa yengidek bo'ladi.